Yurtimizda Navro'z shukuhi hamon kezmoqda. Jizzax shahar ittifoq mahalla fuqarolar yig'inida ham bayram tadbiri ko'tarinki ruhda tashkil etildi. Dastlab bayram tadbirini ochib berish uchun so'z mahalla raisi Olim Suvanovga berildi. U o'z nutqida mahalla ahlini Navro'z ayyomi bilan samimiy muborakbod etib, yurtimizda hukm surayotgan tinchlik, osoyishtalik va ahillik muhitini eng bebaho ne'mat sifatida e'tirof etib, tadbirni tantanali ravishda ochiq deb e'lon qildi. Shundan so'ng bayramning badiiy dasturi boshlandi. Maktab o'quvchilari tomonidan tayyorlangan milliy raqslar, dilbarkuy qo'shiqlar va jonli ijrolar yig'ilganlarga unutilmas taassurotlar ulashdi. Qashi ko'zi qaradur, sho'xliklar baladur. Qashi ko'zi qaradur, sho'xliklar baladur. Mehrim oshib boradur, sevib qolmasamdi. Bu tadbirda asosan aholimizni juda katta qismi qatnashyapti. Mana o'zlaring ko'rib turibsizlar. Bunda ehtiyojmand oilalarimiz ham bor, nogiron oilalarimiz ham bor. Men bulardan hammasi qatnashyapti. Shular bilan birgalikda ittifoq mahallasini o'zi ittifoq deb nom berilishini o'zi mana 11 ming, 12 mingga yaqin aholimiz bor. Shu bir-biri bilan bo'lgan o'sha har xil millatli bo'lgani uchun bir-biri bilan bo'lgan shu ittifoqni yanada mana shunday mustahkam bo'lsin degan maqsadda mana shu nuroniylarimiz tomonidan mana shu ilgari surib shu nomni ittifoq mahallasi deb qo'yib olingan. Demak, ittifoq mahallasida mana shu oxirgi 2024-yildan buyon juda katta mablag'lar ajratildi. Domlarimizni juda katta qismi qaytadan demak o'sha restavratsiya qilindi. Restavratsiya qilinib, bunga 16 milliarddan ortiq mablag'lar ketdi. Ko'chalarimizda hammasi ozgina qoldi. Asfalt o'sha issiq asfalt yozish masalalari ketyapti. Bugungi kunda ham suvlar qaytadan o'sha ta'mirlanib, qaytadan olib kelindi. Issiq suvlar qo'yingchi barcha imkoniyatlar mana shu xalqimiz uchun chiqariladigan qarorlar, farmonlar hurmatli prezidentimiz tomonidan xalqbop, ommabop yurtimizning taraqqiyoti uchun mo'ljallangan qarorlar, farmonlar qabul qilinyapti. Endi men demoqchimanki, mana shunday bayramlarda bizni ota-bobolarimiz nishonlagan. Shu uchun ham mana bugun biz nishonlayapmiz. Demak, men barcha xalqimizni, yurtdoshlarimizni, Jizzax shahrining aholisini, ittifoq mahallasini shu Navro'z ayyomi bilan chin yurakdan tabriklayman. Qalblaridagi pok, go'zal niyatlarga yetishishni istab qolaman. Tadbir doirasida o'tkazilgan sport musobaqalari, o'quvchilarning qo'l mehnati bilan yaratilgan ijodiy ishlar ko'rgazmasi hamda rang-barang tasviriy san'at namunalari bayramga o'zgacha fayz bag'ishladi. Navbatdagi tabrik so'zi esa Jizzax shahar hokimi o'rinbosari Suyun Silliyevga berildi. U o'z nutqida ittifoq mahallasi ahlini ushbu qutlug' ayyom bilan tabriklab, mazkur tadbir uch avlodni birlashtirgan, shukronalik va hamjihatlikni ulug'lovchi an'anaga aylanganini alohida ta'kidladi. Shu bilan birga mahallaning faolligi, tashabbuskorligi hamda amalga oshirilayotgan ijtimoiy loyihalarga alohida e'tibor qaratdi. Ittifoq mahallasida ham ko'rib turibmiz, ijtimoiy tarmoqlarda haligi radio karnayni olib xalqni ko'chaga chiqarib, ko'chatlar ektirib, hammasiga bosh-qosh bo'layotgan shu inson faqat mahallaning yettaligini o'zi shu yetmaydi. Mahalla juda katta. Jinoyatga qarshi kurash bitta ichki ishlar xodimining ishi emas. Hamma mahallamiz turib, kim bu podyezdga kim ko'chib kelyapti, nima bilan shug'ullanadi, eshigini taqillatib xabar olib so'rab turishimiz kerak. Shundan so'ng milliy taomimiz bo'lgan osh tayyorlanib, tadbir ishtirokchilariga tortiq etildi. Bayramga harbiy qism askarlarining badiiy chiqishlari ham o'zgacha shukuh bag'ish etdi. Shuningdek, qurol aslahalar ko'rgazmasi tashkil etilib, yosh avlodga vatan himoyasi yo'lida xizmat qilishning sharafli va mas'uliyatli burch ekani yana bir bor namoyon etildi. Ittifoq mahallasida o'tkazilgan Navro'z bayrami uch avlodni birlashtirgan, milliy qadriyatlarimizni ulug'lagan va mehr-oqibat rishtalarini yanada mustahkamlagan unutilmas lahzalarga boy bo'ldi. Mana bugun Chiroy ittifoq mahallasida ittifoq degani ma'nosi birlik, hamjihatlik degan ma'noni bildiradi. Birgalikda mahalladoshlar, yosh o'g'il-qizlarimiz Navro'z ayyomini nishonlayapti. Navro'z yurtimiz o'ylab kezmoqda. Bu mahallada mana shunday chiroyli mahallada Navro'z ayyomi bo'lyapti. Hammalaring hamyurtlar Navro'z bilan chin qalbdan tabriklayman. Butun buvijonlar, shahar buvijonlar nomidan tabriklayman. Hammaga yangi yilimiz qutlug' bo'lsin. Omadi, barakatli kelsin.
Navro'z bu yangilanish, poklanish va ezgulik ramzi. Bugungi bayram esa ana shu qadriyatlarning hayotiy ifodasi sifatida yana bir bor dillarga iliqlik ulashdi.